Yomon bo'pti. Brat nima qilyapti? Ha, ko'ziga qarasang bo'lmaydimi? O'zing ko'zingga qarasang bo'lmaydi. Meni yo'lla. Tushunmadim. Endi yirtaman. Saksan ko'rsanmisan? Ha, pavrotga quyiladi. Qo'ldasin. To'xta, qo'ydan. To'xta, telefon xotin to'xta. Urmay tur. Ha, xotin. Dadish, ro'parosi 37 kundan keyin dadamning tug'ilgan kunlari. Shunga nima olsak bo'ladi, boshim shunday qotibdi. Shu paytda shunaqa savol berasanmi? Xotin hali biroy bor ekan-ku, biror narsa olamiz. Ha, bu yerda ishkaldaman. Ke, o'zing ke. Ur, san ur. Ishlash yoqmasa ishdan ketinglar. Hamma joy minusga kirib ketgan. Hujjatda kamchiliklar ko'p. Hozir 1 minut. Ha, xotin. Alo, dadish, nima konditsioner ishlamayapti, yo to'k ketdimikan? Yo'q, ishlash kerak. Rezitkaga tiqqanmisan? Iva, rezetka tiqilmagan ekan. Esim qursin, divnaman. Bo'pti, ishingizni qiling. Bo'pti. Rezitkaga tiq. Bo'l chiqinglar. Hozirda Imkon savdo markazimizda 1-dekabrdan 31-dekabrgacha sehrli yangi yil aksiyasi davom etmoqda. Vau, zo'ru. Hozir 1 minut. Ha, xotin? Qayrasiz? Imkon savdo markazidaman. Yangi yil munosabati bilan bu yerdagi barcha mahsulotlarga 50% gacha bonus beryapti ekan. Misol uchun, Avalon kulerlarini 3 million 300 ming evaziga bo'lib to'lashga xarid qilsang, shuni teng yarim 1 million 650 ming so'm senga bonus chiqar ekan. 4 million 400 ming so'mga mana shu xolodilnikni sotib olsang, senga 974 ming so'm bonus chiqarib beradi. Xullas, yig'ib qo'ygan bonuslaring evaziga o'zing xohlagan narsani tekkinga berib yuborishadi. Wow, buncha zo'r! O'zi nimaga telefon qiluvding? Ha, aytgancha, Wi-Fi'miz antenasi nechtaligida Wi-Fi'chini telefon qilib so'rayapti. Wi-Fi qo'lingdami? Ha? Sanaqa nechta shoxchasi bor ekan? Bitta, ikkita. Ikkita ekan. Ha, ikkita bo'ladi-da, xotin. Divna. Shu bema'ni narsalarga ham sizdan ovora qilaman, bo'pti. Ha, kallanga. Skorodga qancha bonus bor? Assalomu alaykum Burj Xalifa janoblari. Toshkentga xush kelibsiz. Toshkent havosi juda ham toza ekan. Menga endi Toshkent havosi toza bo'ladi-da. Aytgancha men 1 million dollar investitsiya qilmoqchiman. Alloh, 1 million dollar. Juda ham zo'r. Hozir 1 minut. Xotin qilyapti. Ha, xotin. Alo, dadish, ertaga to'yga bordoviy kostyumchamni kiysammikin yoki serinimi? Shunday boshim qotyapti. Xotin, shunaqa payt shu savol berishing shart. Luboyniki, Luboy senga yarashaveradi. Bo'pti, keyin telefon qilaman. Uzr, xotinim telefon qilib qoldi. Meni ham xotinim telefon qilyapti hozir. Alo, jonim. Allo, jonim, bugun kechqurun to'yga qaysi ko'ylagimni kiyay? Qizilimniki ham, yashilimniki ham? Jonim, nimaga bunaqa g'alati savollar berasan? Senga hamma narsa yarashadi. Xohlaganingni kiy. Uyiginagilarni kiysin, ha? Bu faqat bizni xotin bu nefti va savol beradimi desam, butun dunyoning xotinlari shunaqa ekan-ku. Janob, butun dunyoning xotini shunaqa deyman. Albatta aytasan.